Baş egmas millat Uyg'urlar. Avtori bir Amerikalik. Temining ostiga munda izohat bergan. Jungoning ichki o'lkalaridagi Uyg'urlarni ko'rib his qilganlarim. Uyg'ur xizmatchilar o'zlari Beyjingda yashaydi. Soati Urumchi vaqtiga to'g'riliqliq. Beyjingda yashag'iniga 10-20 yil bo'lgan. Ammo Beyjingliklardan birmu do'sti yo'q. Ular bilan oralardagi eng yaqin deyilgan munosabat xizmatdoshlik. Davlatingni suyamsan deb so'rasang, ha deb bosh lingshitib qo'yadi. Ammo bili o'ltirib musobaqa ko'rsang, chavakni Jungo komandasiga emas, chet el komandasining utug'iga chaladi. Uyg'ur o'quvchilar soni bir universitetda 70 yoki 80, eshib ketsa 200 yoki 300. 10 ming, 20 ming o'quvchisi bor universitetlarda xuddi mushlarla o'qiyotgandek mavjudligi namoyon. Kechida chiriqi eng oxirida uchadigan yotoq mushularning, hafta oxirlari eng jo'shqin muzikalar jaranglaydigan, eng qattiq kulka yangraydigan yotoqlarmu ham. Gohi boshqa o'lkalar bilan, gohi maktabning muhofizatchilari bilan kaltak to'qmoqni qiz-o'g'il tang ko'tarib chiqib so'qishdiganlarmu ham mushular. Bu alomatlarga bir qarasang, ko'rildig'ini tartibsizlik, bir qarasang, chaqnaydig'ini hayotga bo'lgan qizg'in muhabbat. Do'stlikqa, qarindoshlikqa berilgan yuksak ahamiyat. Yana bir qarasang, bu davlatdagi asosliq nupus bilan tang o'ltirib, tang qo'polaydigan farqliq milliy zo'q. Singishib bo'lolmaydigan farqliq bir hayot shakli. Tirikchilik ko'yidagi Uyg'urlar yo'l qo'ysang, oldini to'simasang, hamsi usta tijoratchi, savdogar. Putukashang chiqarsang, har birisi bir jangchi. Ular qo'lida nini qalmasa tilab yemaydi. Bulab yeydi. Yanchug'da puli tugisa, ko'chada yatmaydi, turmida yotadi. Aslida beshidan kechirayotgani kun emas, bir jang. Beshiga kelgan egiz-pas kunlar ba'zilarining qo'lida sunuq, ba'zilarining beshida yeriq izi qoldirgan. Ammo ko'zlaridan va tonlaridan ma'lumki, ruhi sunuq emas, yuragi ezik emas. Bular yerliklarga qo'rqinchli ko'rinishga roziki, g'arib bichora ko'rinishga rozi emas. Haq nahaq jidallarida tayoq yiguchi bo'lishga roziki, tomoshabin bo'lishga rozi emas. Ziyoratim davomida unutilmas bir dialogga shohid bo'ldim. Ikki sherik. Yo'q, ikki sabdosh. Yo'q, ikki taqdirdosh. Biri kundalik o'qiti uchun busig'idan atlashning oldida yana biriga topildi. Agar bugun kech qaytib kelolmay qolsam, bu pulni turmadagi akamning ayoliga yo'llab ber. Ha, ma'qul. Etilib ketgan akaning bolalari telefon urib qolsa-chu. Oldingi qitimliq o'ljining pulini men shularga avatgan. Ha, bildim. Ko'rishmoqchidim deb qolsa-chu. Aldirash, maktabda o'qiyotidi deb qo'y. Tilini tushunib qoldim. Maktab degani turma yoki mozor. Buningga hayron qolmadim, chunki ko'rib bo'lganman. Bu shaharda birmu Uyg'ur mahallasi yo'q. Ammo Uyg'ur mozorligi bor. Bu mozorlikdagi gumbazning soni bu shaharda medirlab yurgan Uyg'urlarning sonidan oz emas. Ta'sir qilg'ini bu so'zlarni davatgan chaqdiki u tamkin ruhiy holat. Busuqdan atlagan chaqdiki u mazmut qadam. Meningcha bu men yashaymanla emas, oilam va qavm qarindoshlarimni yashitaman degan unsiz bir bayonot. Agar bir millat ochliqdan yo'qladigan ish bo'lsa, bular kooperatsiya davrida, ya'ni
1960-yilidan 1970-yillargacha yo'qolib bo'lgan bo'ladi. Agar bir millat nodon qoldirilish bilan tugishadigan ish bo'lsa, Yang Zixing davridan keyinla izi yo'qolgan bo'ladi. O'qta bir millatning yo'qolishi mumkin bo'lsa, agar o'qta bo'ysundirg'ili bo'ladigan ish bo'lsa, bu millat Zozongtang davridan keyin bosh ko'tarolmagan bo'ladi. Jungoning taraqqiyotini xohlamaydigan, hadisla Jungodan ayib izlaydigan ba'zi kuchlar bu kishilarning taqdiri haqida uni, buni deb yuriydi. Ammo bu millatni yo'qiladi desam men ishonmayman. Bu millat bugungacha yo'qolmadi. İnternet davrida aslo yo'qolmaydi.